Akalar, opalar, bilasizlarmi, hayvon xarakterli insonlar bo'ladi. Shularga asosan bitta chiroyli she'r yozganman. Yoqsa bitta like bosib ketasiz. Ba'zi odam quyon kabi yuragi doim titrar. Haq gap kelsa jim turadi, faqat soyada yurar. Ba'zi biri sher bo'ladi, faqat kuchsizlarga bo'kirar. Kuchli kelib qolsa agar mushuk bo'lib jim turar. Tulkilar ham odam bo'lib ko'chalarda yuribdi. Kulib turib ko'zingizga ortingizdan pichoq uribdi. Bo'ri kabi ayrimlar do'st deb yoningda turadi. Foydasi tugagan zahot birinchi bo'lib tishlaydi. Maymun kabi odam ham bor, har gapni kulgiga burar, lekin yolg'iz qolganida ko'z yoshini yashirar. Tovus kabi maqtanchoq boyligini ko'z etar, ammo qarzga botgani hech kimga aytmay ketar. Qarg'alar ham odam bo'lib davralarda o'tirar. O'zi hech narsa qilmaydi, boshqalarni go'shini yer. Ilon kabi ayrimlar jilmayib qaraydi, zaharini esa faqat eng yaqin do'stiga saqlaydi. Cho'chqa kabi ochko'zlar ham to'ymas dunyo moliga, qo'li to'lsa ham ko'zi to'ymas bu yolg'on dunyo holiga. Eshak kabi ba'zilar yuk ko'tarar umr bo'yi, ammo qadrin bilinmaydi shu hayotning har joyi. Burgut ham bor oramizda, kam, lekin osmon qarar. Pastkashlarning shovqinidan baland uchib qutular. Shuncha fe'lni ko'rib turib, bir haqiqatni anglaylik. Hayvon emas, insonmiz, inson bo'lib yashaylik.